Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidagi davlat tashkilotining mansabdori o'zining xizmat mavqeidan foydalanib, moddiy boylik orttirishni ko'zladi. Afsuski, uning qo'llariga tegib o'ziga nasib etmagan pullar javobgarlikka tortilishiga sababchi bo'ldi. Hozir shu haqda. Poraxo'rlik, ta'magirlik va unga vositachi bo'lish javobgarlikka sabab bo'lishi mumkinligini barcha yaxshi biladi. Biroq nafsi hakalak o'tgan ayrim shaxslar qonunni chetlab, cho'ntak qappaytirish payiga tushadi. Viloyatning Qumqo'rg'on tumanidagi davlat tashkilotlaridan birida rahbar vazifasini bajaruvchi bo'lgan shaxs mansab vakolatini suiiste'mol qilib, noturar joyni turar joy obyekti holatiga o'tkazib berish uchun murojaat qilgan fuqaroning murojaatini ijobiy hal qilib berish evaziga jami 800 AQSh dollari berishni talab qiladi. 10 fevral kuni talab qilingan pullardan 2.591.400 so'mga teng bo'lgan 200 AQSh dollar pullarni olib, go'yoki ushbu pullarga o'zidan 300 AQSh dollarini qo'shib, o'zi ishlayotgan davlat tashkilotining viloyat boshqarmasiga berishini, shu sababli o'zining yonidan qo'shgan 300 AQSh dollarini berishini, aks holda uning murojaatiga rad javobini berishini ma'lum qilib, fuqaroni pora berishga majburlaydi. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan 2025-yilning 15 fevral kuni o'tkazilgan tezkor tadbir davomida mansabdor o'zining xizmat xonasida fuqarodan pora sifatida ta'magirlik yo'li bilan talab qilingan 300 AQSh dollar miqdoridagi pul mablag'larini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qumqo'rg'on tuman sudida o'tkazilgan ochiq sud majlisida Begzod Tog'ayev raisligida unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Sudning hukmiga ko'ra sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismining V bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, Jinoyat kodeksining 45-moddasi tartibida 2 yil muddatga davlat ishtirokidagi korxona, muassasa, tashkilotlarda mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilib, 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi va jazoni umumiy tartibda koloniyalarda o'tatirish belgilandi. Raislik qiluvchi sudya tomonidan hukmdan norozi taraflarga belgilangan muddatlarda shikoyat va protest bildirish tartiblari tushuntirildi. Bu kun Sardorbek Lolayev, Surxondaryo.